Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bugun sizlar bilan atomiy vitamin C hamda spirulinasi haqida gaplashamiz. Gaplarimni nutqimni boshlashdan avval so'ramoqchi edim. Bu yerda yuzida dog'lari borligi muammosi bilan yoki ko'p charchoq bilan shunga o'xshash muammolar bilan bezovta qilgan odam xaridorlar, mijozlar ham bormi? Ya'ni vitamin C'ni, spirulinani umuman hali ishlatib ko'rmagan, o'zida sinab ko'rmaganlar bo'lsa, bugungi zoomimiz aynan ularga foydali bo'ladi. Nimaga aynan vitamin C va spirulinani Atomic kompaniyasidan olish kerak? Buni o'ziga yarasha sabablari juda ko'p va buni hozir aytib o'taman. O'zim foydalanib ko'rgan natijalar, layfhaklar haqida sizlarga gapirib o'taman. Bugun eng aktual mavzulardan biri bo'lgan yosharish, sog'lomlashish va ozish haqida gaplashamiz. Ya'ni bugungi kunda yoshlar va qizlar, ayollar orasida eng aktual bo'lgan mavzulardan biri. Vitamin C va spirulinani birga ichish odamni organizmiga juda katta vitaminlarni olib keladi, rag'batlantiradi, quvvat beradi. Shulardan biri uni eng asosiy fishkalari ichakni va butun organizmni toksinlardan, shlaklardan himoya qilib, qon aylanish tizimini yanayam mustahkamlab, immunitetni mustahkamlashi, bu yuzdagi pigmentatsiyalardan ketishiga va immun tizimni mustahkamlanib, stress va charchoqni ketishiga yordam beradi. Umuman olganda vitamin C'ni ham, spirulinani ham ichish shartmi degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, hamma buni olib ichish shartmi? Yo'q, hamma olib ichish shart emas. Agar biz har doimgi kunlik ratsionimizda, taomnomamizda vitaminlar, har xil minerallar, uglevodlar, oqsillar, kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilib turadigan bo'lsak, doimiy ravishda, umuman vitamin C hamda spirulinani olishga hojat bo'lmaydi. Va bu agar har kunlik ratsionimizda bo'lgan bo'lsa, lekin agar yillar davomida, oylar davomida biz kletchatka va oqsillarga boy, antioksidantlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilmagan bo'lsak, masalan, baliq, har xil sabzavotlar, oqsilga boy mahsulotlarni iste'mol qilmagan bo'lsak, spirulinani olishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bunda katta miqdorda 60-70% oqsil bo'lgani uchun bir necha oygacha bo'lgan muddatni qisqartirib bizga tezroq o'zimizga kelishimizga yordam beradi. Endi bu mahsulotni to'liq ma'lumot berishga o'taman. Atomiy spirulinasini ko'pchilik yashil oltin ham deb atashadi. Foydali vitamin va oqsillarga boy bo'lgani uchun uni ko'pchilik tanlov qilib iste'mol qilishadi. Foydali taraflari antioksidantlarga boy, tarkibida 60-70% miqdorda oqsil bor. Ayniqsa go'sht yeyishni xohlamaydigan, fitness bilan shug'ullanadigan ayol qizlar uchun, erkaklar uchun juda ham mos keladi. Ya'ni go'sht yemagan holatda ham biz shuncha miqdorda organizmga oqsilni kirita olamiz. Oshqozonni band qilmagan holatda. Keyingi foydali taraflari spirulinada temir moddasi juda ham ko'pligini hisobiga kamqonlikni tezda tiklashga yordam beradi. Organizmga energiya beradi. Vitamin C bilan ichish uni yaxshi natijalarga olib keladi. Agarda
insonda oshqozon og'rig'i bilan bog'liq kasalliklar bo'lmasa. Vitamin Cda kislota borligi uchun uni o'zini holatiga qarab ichishga to'g'ri keladi. Vitamin C organizmda ko'p jarayonlarni faollashtiradi. Ya'niki agar biz birorta dori bilan qo'shib ichadigan bo'lsak, spirulina yoki kollagen va boshqa turdagi dorilarni ham ichadigan bo'lsak, vitamin C jarayonini tezlashtiradi. Shu bilan birga, agarda qanaqadir irsiy kasalliklari bo'lsa ham, bu vitamin C uni tezlashtirib yuborishi mumkin ekan. Shuning uchun vitamin C ni ichishdan oldin doktor ko'rigidan to'liq o'tish tavsiya etiladi. Men ham vitamin C bilan spirulinani ichganman. Menda yuzimda husnbuzarlar bilan bog'liq muammo bo'lgani uchun ichganman. U menga o'sha ancha husnbuzarlarni ketishiga, o'sha charchoq payti aqliy faoliyat bilan ko'p shug'ullanadiganlar, ko'p stressda yuradiganlar, tushkunlikda yuradiganlar uchun vitamin C aynan mos kelar ekan. Men buni ichish jarayonida bilmaganman, lekin bugun o'rganib shuni bilib oldim. Vitamin C stressni yemirar ekan, kuydirib yuborar ekan. Vitamin C shamollashda va immunitet tushib ketganda juda ham yordam beradi. Agarda inson o'zida shamollashni seza boshlasa, tomoqda qichishish, yo'tal, allergik o'shanga o'xshagan holatlarni sezsa, ikkita stikdan iliq suvga solib, birdaniga aralashtirib ichilsa, tezda bartaraf bo'lishiga, ko'pi bilan bir kunda o'sha kasallik alomatlarini ketishiga yordam beradi. Buni spirulinani kimlarga tavsiya qilish mumkin? Homilador ayollar toksikozida biroz kamaytirishga yordam beradi. Tarkibida mineral va oqsillar ko'p bo'lgani uchun va gormonal muvozanatni tiklay oladigan xususiyatlarga ega bo'lgani uchun gormonal muvozanati buzilgan ayol va qizlarda hayz sikllari o'shalarni ham ko'proq to'g'irlashga biroz bo'lsa-da yordam beradi. Buni hech kim hech qayerda aytib o'tmagan, lekin men o'zim ichganimda sezganman. Va ko'p o'sha alkogolga, tamaki mahsulotlariga o'rganib qolgan insonlarda buni tashlashga yordam beradi, ya'ni o'shalardan qutulishga, o'rnini qandaydir to'ldirishga yordam beradi. Kimlarga mutlaqo mumkin emas? Buni ham ko'rib o'tishimiz kerak. Kimlarga mutlaqo mumkin emas? Agarda irsiy kasalliklari bo'lsa, lupus, revmatidli artrit, tarqoq skleroz kasalliklari bor insonlarga atomiy spirulinasini va umuman spirulinani tavsiya qilib bo'lmaydi. Chunki spirulina immunitetni kuchaytirgani uchun bu kasalliklarda organizm o'z-o'zini yeb yuborishi mumkin ekan va fenilok kamdan kam uchraydigan shunday irsiy kasallik bor ekan. Bu irsiy kasalligi bor bemorlarga ham spirulinani tavsiya qila olmaymiz. Qonni suyultiruvchi dori ichadigan bemorlar ham spirulinani icha olmaydilar. Chunki tarkibida vitamin K borligi sababli dori ta'sirini o'sha kamaytirib yuborishi mumkin ekan. Va qaysi paytlarda umuman ichib bo'lmaydi? Yotishdan avval. Haqiqatda yotishdan avval ichish noto'g'ri ekan. Men avvallari spirulina ichishni boshlaganimda yotishdan avval bitta, ertalab turganimda bitta och qoringa ichardim. Ya'ni ozish uchun. Ovqatdan 30 daqiqa, 40 daqiqa oldin ichar edim. Ozishimga yordam bergan, juda yaxshi yordam bergan, lekin otyoqlarni ketishiga yordam bergan, lekin
o'sha kechqurungi uyquni o'rnini to'ldirishga qiyinlashadi. Odam biroz uyquga ketguncha ancha vaqt o'tib ketadi. O'sha energiyani ko'paytirib yuborganini hisobiga kechqurun ichish tavsiya etilmaydi. Uning o'rniga ertalab och qoringa ikkita kapsuladan iste'mol qilsa bo'ladi. Ayniqsa kechki ovqatdan o'sha 6:00 dan keyin ichish tavsiya etilmaydi. Issiq choy yoki kofe bilan ichish umuman tavsiya qilinmaydi, chunki spirulinaning tarkibida o'sha oqsillar borligini hisobiga vitaminlarini kuydirib yuborishi ham mumkin. Va foydali vitamin va shu oqsillarni yo'qotmaslik uchun shu issiq choy va kofe bilan ichmaslik kerak. Va buni men yaqinda bilib qoldim. Men o'zimda oshqozonda kislotasi balandligi va o't qopida dimlanishi borligi bilan ko'p o'sha aziyat chekib izlangan edim. Vitamin Cni ichganimni va spirulinani ichganimni internetlardan qidirib bildimki, bu dorilarni och qoringa ichish umuman tavsiya etilmaydi. Nimaga? Chunki bu oshqozonda o'sha kislotani yuqorilab ketishiga va jig'ildon qaynashi, yanayam shu jarayonni og'ir holatga olib kelishi mumkin ekan. Va har qanday vitamin batlarni ham bir oydan oshiq ichish tavsiya etilmas ekan. Agar bir oyga yaqin, bir oy ichgan taqdirda ham ozgina 1 yoki 2 hafta o'rtada pauza bo'lishi kerak ekan. Chunki bu narsa jigarga yoki boshqa organizmlarga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin ekan. Ko'pchilik aytadi, bu dori emas, bu vitamin, buni nojo'ya ta'siri yo'q deydi. Yo'q, baribir farqi bor ekan. Hatto tabiiy giyohlardan tayyorlangan vitamin batlarni ham bir oydan oshiq ichish tavsiya etilmas ekan. Kimlarga juda ham zarur? Atomiy spirulinasi surunkali charchoq va o'sha holsizlikdan aziyat chekadiganlarga, soch to'kilib ketayotganlarga, terisi sarg'ayishni boshlagan, xiralashishni boshlagan ayollarga ayniqsa tavsiya etiladi. Parhez dieta qilayotganlarga, vazn tashlashni boshlaganda o'sha отекlardan xalos bo'lishga juda ham katta yordam beradi. Spirulina bo'yicha layfhaklar o'zim eshitganlarim va qilib ko'rganlarim. Bular yuzga maskalar qilish mumkin. Birinchisi, agar yuzga botoks effektini bermoqchi bo'lsa, uni foizi kamroq bo'lgan qatiq yoki yogurt bilan aralashtirib, shu kapsulasidan ochib tayyorlab ko'rsa bo'ladi. Niqobni yuzga 15 daqiqa davomida ushlab turib, uni keyin iliq suv bilan yuvib tashlash kerak bo'ladi. Men o'zim esa atomiy spirulinasi bilan birgalikda o'sha Evening Care'dagi 4 talik nabordan Pillow Mask bilan birgalikda qilganman. Juda ham ko'p marta qilib ko'rganman, ham poralarni tozalanishiga, tiklanishiga va yaltiraydigan shu botoks effekt berishiga yordam bergan. Yaqinda esa o'sha yana internetdan manbalardan qarab tabiiy aloe vera bilan qilib ko'rdim. Ya'ni tabiiy aloeni olib, uni birozgina kutib turish kerak bo'ladi. Chunki aloeda sarg'ish zardob suvi bor. Agar teri ta'sirchan bo'lsa, bu suv o'sha terini biroz bo'lsa-da shikastlab qo'yishiga sababchi bo'lishi mumkin. O'sha aloe verani o'rtasidagi o'sha shaffof o'shanaqa moddasi bilan spirulinani qo'shib yuzga niqob qilib 15 daqiqa davomida ushlab turib, keyin uni sovuqdan biroz yuqori bo'lgan iliq haroratda yuvib tashlash kerak bo'ladi. Vitamin C haqida gapiradigan bo'lsak, vitamin C bu juda ham inson organizmiga kerak bo'lgan moddalardan biri.
atomiy vitamin C bilan boshqa dorixonalarda, bozorlarda topsa bo'ladigan vitamin C'larning eng katta farqi u kimyoviy tarkiblardan, kimyoviy moddalardan tarkib topmagan. Color food, ya'ni rangli sabzavotlardan mango, qulupnay va shunga o'xshash yetti xil turdagi vitamin C'dan tashkil topgan. Shuning uchun ham uni bemalol ichish mumkin. Kislota o'sha kimyoviy moddalardan tarkib topilmagani uchun u oshqozonda noqulaylik tug'dirmaydi. Aksincha, to'q qoringa ichilganda anchagina foydalari seziladi. Vitamin C bu immunitet manbai desak yanglishmagan bo'lamiz. Shamollashda eng ko'p foyda beradi. Organizmni tozalashda va qon aylanishini yaxshilashda yordam beradi. Vitamin C kimlarga ko'proq kerak? Yuzida dog'lari bor, pigmentatsiyalari bor ayol qizlarga, ayniqsa ko'pchilikda o'sha homiladorlikdan keyin, tug'ruqdan keyin dog'lar paydo bo'ladi. Bularni yo'qotishda vitamin C'ni ichish o'sha kremlardan ko'ra ko'proq foydali bo'ladi. Doimo tushkun kayfiyatda yuradigan, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan, stressdagi yoki charchoqda yuradigan odamlarga buni kamaytirishda yordam beradi. Asosan shular. Va qachon ichib bo'lmaydi buni? Och qoringa umuman ichish tavsiya etilmaydi. Chunki vitamin C'da o'sha kislotasi biroz borligi uchun jig'ildonni qaynatib yuborishi mumkin va o'sha oshqozonni og'riqlar paydo qilishi mumkin. Kechasi ichilganda o'sha tarkibida glyukoza va energiyani ko'pligini hisobiga bu ham xuddi spirulina kabi uyquni ochib yuborishi mumkin. Shuning uchun uni ertalab ovqatdan keyin to'q qoringa bitta stik bilan ichish tavsiya etiladi, ya'ni suv bilan. Ya'ni kimlarga juda zarur, ya'ni kimlarga tavsiya etsak bo'ladi. Tez yordam effekti deb atalar ekan. Buni boya aytib o'tdim, adashmasam. O'sha shamollashda tezroq tuzalish uchun 2-3 ta stik bilan bitta qilib ichib yuborilganda bir kun ichida ham tuzalish ehtimoli bor. Va kollagen bilan birga ichish. Kollagenni tezroq organizmga so'rilishi uchun vitamin C juda ham zarur. Terini holatini yaxshilaydi vitamin C, uni o'sha elastikligini oshirishi va yorqinlashishiga yordam beradi. Va oshqozonida yazasi bor, kasalliklari bor, oshqozoni bilan bog'liq muammosi bor insonlarga ham buni ichish tavsiya qilinmaydi. Buyragida toshi borlarga vitamin C'ning juda katta dozasini ichish tavsiya qilinmaydi, lekin atomiy vitamin C o'sha biologik faol qo'shimchasida 500 milligrammlik doza ko'rsatilgani sababli profilaktika uchun buni ichsa bo'lar ekan. Savollar bormi menga? Vitamin C va spirulina haqida. Iroda, молодец, yaxshi tushuntirdingiz. Lichna men savolim yo'q. Sizdek bo'la olmaymiz, Banu opa? Yo'q, o'rganasizlar, zo'r gapirdingiz, молодец. Lekin yana bitta men uyda C vitaminni qanaqa qilaman? Bosh og'risa 3-4 ta 500lik stikni suvga aralashtirib
kelinmi yoki o'zim ichsak sразу qandaydir bir 15-20 minutda bosh og'rib qoladida. Hmm. Qarang, C vitamini. A- Bu necha marta qo'llaydi. O'zim ichgan vaqtim sezganman, lekin rostdan shuni stressni kuydiradi deb yozibdida. Men buni bugun o'sha tayyorlangan vaqtimda ko'rib qoldim. O'zim ichganim bilan eslab solishtirdimda. Rostdan o'sha payti charchoqda, ko'p stressda yurardim. Shu vitamin C'ni oxirigacha ichib tugatganimdan keyin avvalgidan kayfiyatim ham ancha o'zgarganini sezganman. Shu boya spirulinani bahorda buyildi rosa ko'p ichdim. Sochim ham rostdan ozgina qalinlashdi. Avvalgiga nisbatan rosa ko'p to'kilayotgandi. Ozgina ob'yom berdi. Keyin bilib qoldim, endi oshqozonimda kislotnisi baland deb chiqqanda oxirgi marta tekshirtirganimda. Noto'g'ri vaqtda ichib qo'ygan ekanman. Agar spirulinani mayli iching, lekin to'q qoringa ovqatdan o'sha kamida 20 minut keyin iching. Bo'lmasam boshqacha noto'g'ri ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Uni ichidagi bor vitaminlar sizga kerak deb shunaqa sun'iy intellektdan yordam oldim. Spirulinani nevaralarimga berdim. Chunki yosh Hmm. bolalarga berdim. Bir kapsuladan ichida K1, K2 vitamini bor. U vrachlar aytgan, Qozog'iston vrachlari. Katta bo'lganda mana bunaqa muammo kasal bo'ladigan, masalan, nima qiladigan, surunkali kasal bo'lmaydi ekan deydi. Men berdim 2 pachka spirulinani hammasiga berdik bittadan.